Xudoyim, nima qilaman? Oyi, qornim ochdi. Meniki ham. Ha, nima qilay? Dadang hamma narsani aroqqa alishtirib ketgan bo'lsa, Nima qilamiz? do'konga chiqib kelamiz. Lekin pulimiz yo'q. O'g'irlaymizmi? Ha. O'g'irlaymiz. Bu gunoh mumkin emas, oyi. Bizga mumkin. Boshqalarga mumkin emas. Chunki ularning puli bor. Boyvachcha. Bizlarning pulimiz yo'q. Kambag'almiz. Sekin ichingga solib chiqasan. Oyi, ushlab olishsa-chi? Bolalarni qamashmaydi. Men bilmadim deb turaverasan. Bir ikki qattiq gapirishadi, keyin qo'yib yuborishadi, qizim. Xo'p, do'konga borib kelaymi? Ha, borchi. Oyi, Voy, mana olib keldim. voy, qizim. Voy. Qizim, Qalay, oyi? Eplabmanmi? barakalla. Boplabsan. Ertaga bundan ham ko'proq narsa olgin. Xo'p, oyi. Hech kim sezib qolmadimi? Ha, bilishmadi. Zo'r-ku. Bugun mazza qilarkanmiz-da. Oyi, endi har kuni shunaqa olib kelib turaman. Bizga mumkin-a? O'zingiz aytdingiz-ku? Ha, bizga mumkin. Chunki biz bechoramiz. Pulimiz yo'q. Nima qilishimiz kerak? Ochdan o'lishimiz kerakmi? Odamlar o'zlari berishmasa, ulardan yulib olamiz. Bu bizni haqqimiz. Nimaga ular baxtli, mazza qilib, hamma narsasi yaxshi bo'lib yashashi kerak? Nimaga biz qiynalib och qolib yashashimiz kerak? Hammani ham yaxshi yashashga haqqi bor. Endi buni yeymiz, qizim. Xo'p, oyi. Hammani ham yaxshi yashashga haqqi bor. O'zlari berishmasa, yulib olamiz.